Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetida tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan bitiruvchi talabalar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tafsilotlar hozirgi lavhamizda. Bugungi kunda yoshlarning bandligini ta'minlash va oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilarining mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirish eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda davlatimiz rahbarining 2025-yil 14 fevraldagi oliy ta'lim tashkilotlari bitiruvchilarining ishga joylashishiga ko'maklashish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori dasturul amal vazifasini o'tamoqda. Qarorga asosan kelajakka qadam dasturi amalga oshirilmoqda. Ushbu tashabbus doirasida yoshlarning o'z kasbiy faoliyatini yo'lga qo'yishga ko'maklashish, ularning tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish hamda ish bilan ta'minlanishiga amaliy yordam berish ko'zda tutilgan. Shu kunga qadar Navoiy viloyatidagi 4 ta oliy ta'lim muassasasidan 240 dan ortiq biznes loyihalar moliyalashtirilib, 270 dan ortiq ish o'rinlari yaratilib, ularning bandligi ta'minlandi. Shu jumladan Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universitetida 65 nafar talabaga ularning biznes loyihalari uchun 2,5 milliarddan oshiq imtiyozli kreditlar moliyalashtirib berildi. Uchrashuvda O'zmilliy bank aksiyadorlik jamiyati va Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi Yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish davlat maqsadli jamg'armasi rahbariyati mazkur dastur doirasidagi vazifalarni samarali amalga oshirish, yoshlarning moliyaviy savodxonligini yuksaltirish, ularning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash borasida so'z yuritilib, bitiruvchi talabalar uchun mo'ljallangan moliyaviy imtiyozlar, kredit ajratish tartib-qoidalari, yosh tadbirkorlarning ilk biznes loyihalarini qo'llab-quvvatlash borasida belgilangan chora-tadbirlar haqida ma'lumot berildi. Ochiq muloqot davomida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan talaba yoshlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga mutaxassislardan atroflicha javob oldi. Shuningdek, uchrashuvda kelajak tadbirkori loyihasi doirasida oliy ta'lim muassasalari bitiruvchilari va yoshlarning biznes loyihalarini moliyalashtirish haqida ham ma'lumot berildi. Bu kabi muloqotlar tadbirkorlik faoliyatini boshlayotgan qalbi olov yoshlar uchun katta imkoniyatlarni ochib beradi.